Videoda oxirida bitta guli qolib ketibdi-yu qo'ydi. Nomer 1 egizakchini toza hisobsa akalar. Bo'ylari 85. Bollari Qo'chqor sog'liq. Enasi birinchi tug'ish, 2 yashar. Egiga arzoni hadam kelavermaydi. Akalar ulgurib qolinglar. 2 million 100 ming so'mdan. Qo'zi qo'chqorlarimiz shoshilinglar. 1,5 oy, 2 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorchalarimiz 2 million 100 mingdan bo'lib ketdi. 7 ishchi sog'liqlariga 2 dona hali kichkina xura qilib boqaman degan obunachilarimiz 2 dona qo'zi qo'chqorchamizdan kelib qolgan. Xudo xolasa bular Qirg'izistondan o'tgan, Qirg'izistonning qo'chqorlari go'sht yo'nalishiga boqaman deganlar to'g'ri qo'chqorlar, janovorlar qaranglar. Raketa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli, barakotli bo'lsin deb. Bugun hafta kuni yakshanba 25-yanvar 2026-yil. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun 3 partiya yoki 4 partiya bo'lishi mumkin. Qo'zi qo'chqor va so'g'liqlarni hammasini olib kelganmiz. Videoda o'tkazib olmasam boshidan oxirigacha ko'rishlarni tavsiya qilaman. 2 million 100 ming so'mdan qo'zi qo'chqorlarimiz ham kelgan. Video davomida ulardan ko'rsatamiz. Bittadan like bosib, like qizg'anmasdan chiroyli qilib kommentariyada o'z fikringizni xolis qoldirib qo'yasizlar. Akalar, manzilamiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstildan o'zimizning xonadondan qo'zilar chiqaramiz. Qolgan ma'lumotni video davomida bilib olasizlar. Sizlar bo'lsa sizlarni ko'p kutgan videolarimizni boshladik. Hozir ko'rib turgan qo'zilarning o'zimizning Mesli Shetdi Jaydari qo'zilaridan soniga 8 dona, eng qiziq joyi 5 ta qo'chqor, 3 ta soliq. Xudo xolasa ko'paytiraman deganga solig'idan ham bor, go'shtga boqaman deganlar qo'chqoridan ham bor. 3 oylik plus minus qo'zilarimiz oxirgi yemga bemalol o'rgangan. Bir hafta davomida yana garantiyalari bor. 7 ishtilariga hurmatli obunachilar. Videolarimiz yoqayotgan bittadan like bosib qo'yasizlar. Sog'liklari bexijolat xudo xolasa. Mana shu qo'chqorlarni ko'rsatib ketgan. Mana shu ikkovi qo'chqor. Mana qo'chqor. Bu qo'chqor 4 ta bo'ldi. Mana qo'chqor keyin 5 ta qo'chqor, 3 ta soliq. Puli o'ta ham yengil hurmatli obunachilar. Aytganimdek videoda boshida pulini arzon chiqaramiz deganmiz. Yeb ichlariga bir hafta davomida garantiyalari bor akalar. Sog'ligiga kelgan. Sog'lom qo'zilarni o'zi ko'zlari o'ynab turibdi, bilinib turibdi-yu. Xo'p, 8ovini bo'ladigan narxini 2 million 800 dan qo'ymoqchi edik. Ertak bahordagi qo'zi narxida 2 million 800 dan qo'ymoqchi edik. Hisobladik, arzonroq ham tushibdi akalar. Bular to'g'risi ena bola olingan, alohida olingan o'shana qo'ylar. 2 million 750 dan qilib beramiz mana. Bitta partiya, bitta pashka qilib qo'yganmiz mana. 2 million 750 ming so'mni optimiga. Bo'ladigan narxi pastki raqamlarga qo'yib ko'rasizlar. Dastavkalari vodiy bo'ylab bepul, mana shu 8 oni bir joyga yo'yanga O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda bor. Aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar, mana 2 million 750 dan bo'lib ketdi qo'zilarim. 5,5 millionga bir jup mana. Xohlasanglar kelib, ikkita 5,5 millionga bitta qo'chqorni soliq qilib olib ketishlari mumkin. Ikkita qo'chqor bo'lsa qo'shiladi. Shunisini aytib qo'yaylik. Bitta qo'chqorni soliq bo'lsa 5,5 millionga o'zidan kelib olib ketaverasizlar, hurmatli obunachilar. Shoshilinglar, pastki raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Manzilamiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstilda, bo'lmasam ikkinchi partiyalarda olib chiqamiz. Mana ikkinchi partiyaga 2 dona hali kichkina xura qilib boqaman degan obunachilarimiz 2 dona qo'zi qo'chqorchamizdan kelib qolgan. Xudo xolasa bular Qirg'izistondan o'tgan, Qirg'izistonning qo'chqorlari go'sht yo'nalishiga boqaman deganlar to'g'ri qo'chqorlar, janovorlar qaranglar. Raketa dumbasi, toza hisorisidan mana. Bunisi o'zimizning o'sha Qirg'iziston Jaydari qo'chqorlaridan. Tavsiya qilib qolaveramiz. 7 oylik, 6 oylik plus minus to'g'ri qo'chqorlar bular endi. Bemalol yem bersalar yem ko'taraveradi. Rosa boqiladigan paytda. Xudo xolasa Qurbon hayitigacha hadavoy go'sht razmerdagi qo'chqorlar bo'ladi mana mashalar. Ja ali 50 kilo 60 kilo go'sht qiladigan bo'lmasa ham 30 kilo 35 kilo yengil go'sht qiladigan qo'chqorlar bo'ladi akalar. 1-2 oy boqsalaring. Tanjonlari sog', eng muhimi bersa o'ziga olaveradigan variantida. Ikkovi ham qo'chqor, 7 ishti sog'ligiga bir hafta garantiyasini beramiz. Bemalol pastki raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Xo'p, bularimizni narxiga kelsak, narxi ikkovini bir joyga yo'yanga 8 million so'm baho qo'yapti. 4 milliondan. Buni ham kami bor, bularni kami bor akalar. Bemalol telefon so'zlashaverasizlar. Aytilish narxi 4 milliondan akalar. Qo'chqor. To'g'risi hozir qo'chqorlar narxi ozmoz tushib qolgani sababdan. Bir oy oldin mana shu qo'chqorlar o'zimiz 42 qurush sotayotgandik. Hozir mana 4 milliondan o'tib beramiz deyapmiz, do'stlar. Shoshilinglar, ulgurib qolinglar. Qulpona ham sezonida arzon bo'ladi-yu mana. Buni ham sezoni rosa keldi. Olib qolgan ulgurdi mana. 4 milliondan ozmoz xayri bor akalar mana. Ikkovi ham qo'chqor. Xo'p, bularni kirgizamiz, keyingi partiyaga olib chiqamiz. Bunaqa arzoni hadam kelavermaydi. Akalar ulgurib qolinglar. 2 million 100 ming so'mdan.
qo'zi qo'chqorlarimiz shoshilinglar, 1,5 oy 2 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorchalarimiz 2 million 100 mingdan bo'lib ketdi. 7 ishchi sog'liklariga bir hafta davomida garantiyalari bor. O'ta ham akalar sog'lom. Bergan narsalarini yeydi. Quruq somonni o'zini ham yeyapti jonivorlar. Juda qaroz qolib ketgan qo'zilar ekan, lekin yeb ichishga biz garantiyalarni beramiz akalar. O'talik kuchkir yo'q, sog'ligi vobshe konkretniy. Eng qiziq joyi bor. Ikkovi ham qo'chqorda mana. Ikkovi ham qo'zi qo'chqorlar. Mana unisi bilan 3 oylik bor. Bunisi 1,5 oy 2 oylik. Ay jonivar. Chaqma, Sherini oldiga kiraman deyapti. Xo'p, akalar mana videoda oxirida maza qiladigan joy 2 million 4 million 200 ming so'mga ikkita qo'chqor mana. Telefon olsalar buni ham sunnatiga xarini o'tib beramiz akalar mana. Ulgurib qolinglar 4 million 200 ming so'mga ikkita qo'chqor. Do'stlar, shunday videolarimiz ham tugadi. Sizlar bilan Abdulloh Suyonshad men Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoda oxirida bitta guli qolib ketibdi qo'ydi. Nomer 1 egizakchini toza hisobirsa akalar. Bo'ylari 85. Bolalari qo'chqor sog'liq. Enasi birinchi tug'ish, 2 yashar. Egizakchini zo'ridan so'raganlarga toza hisobirsidan mana kashtanadan. O'zi turlaydigan simjun variantidan do'stlar. Shoshilinglar, ulgurib qolinglar. Bo'ylari 85 degan yerda 80 plyusga beraveramiz. Xudo xolasa 7 ish sog'liklariga bir hafta davomida garantiyalari bor. Jonivor zo'ridan mana. To'g'risi buni video qilmoqchi bas edi, pul zaruratda video qilinyapti, sotilyapti. O'zi bu sotiladigan qo'y emas akalar, mana qaranglar, 2 yashar, yoshda hali bemalol 10 ta bola olsalar ham bo'laveradi hali bundan. Birinchi tug'ishi, bolalari mana shu sog'liq. Bunisi qo'chqor, bolalari 1,5 oylik. Xo'p, narxiga kelib o'tsin, narxi 1200 dollar kami bor akalar. 1200 dollar baho qo'yapti, ozmoz xayrga o'tib beramiz. Enani bo'yini ham ko'ryapsiz, juda bo'ydor qo'y. Bu salqindacha xiraroq ko'rinyapti. Toza hisob akalar. Bolalari bitta qo'chqor, bitta sog'liq. 2 yashar, birinchi tug'ishi, quloqlari butun. O'zimizni mana hisobi qo'ylardan. Hurmatli obunachilar, shunday endi videolarimiz ham tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Devo tekstil devom yerida.